To'qqizinchi oy 9 oylik bo'lganda chaqalog'ingiz tez suratda mustaqil va harakatchanlik qobiliyatlarini oshirmoqda. Ko'pchilik chaqaloqlar emaklay boshlaydi, turishga urinadi va atrofni faolroq o'rganadi. Shuningdek, ulardan narsalarning doimiyligi hissi kuchliroq rivojlanadi. Ya'ni narsalar ko'zdan yashirilganda ham mavjudligini tushunish qobiliyati shakllanadi. O'sish va jismoniy rivojlanish. Bu yoshdagi chaqaloqlar odatda oyiga 200-450 gram vazn qo'shadi. Bo'yi taxminan 1 sm qo'shiladi. Bosh aylanasi 0,5 sm ga kattalashadi. O'sish sur'ati oldingi oylarga nisbatan sekinlashsa-da, barqaror tarzda davom ettiradi. Rivojlanish bosqichlari: yirik motorik qobiliyatlar. Emaklab yoki sudralib oldinga harakat qiladi. Mebelni ushlab turib, o'rnidan turishga harakat qiladi. Mebel bo'ylab yon tomonga yurish boshlashi mumkin. Nozik motorik harakatlar. Kichik narsalarni olish uchun takomillashgan qisqich, bosh va ko'rsatkich barmoqlar bilan usullardan foydalanadi. Buyumlarni bir qo'ldan ikkinchisiga ravon o'tkazadi. Ongli ravishda qarsak chalishi yoki qo'l siltashi mumkin. Ijtimoiy va hissiy rivojlanish. Tanish odamlarga aniq afzallik ko'rsatadi. Ota-onasiga yopishib olib, ular ketganda yig'lashi mumkin. Kuladi va ijtimoiy o'yinlardan zavq oladi. Aloqa. O'z ismiga doimiy ravishda munosabat bildiradi. Tovushlar va oddiy imo ishoralarini takrorlaydi. Ko'rsatib tushuntirish orqali oddiy ko'rsatmalarni tushuna boshlashi mumkin. Masalan, menga koptokni ber. Sezgi. Rasmli kitoblardan zavqlanadi va tanish narsalarni ko'rsata oladi. Ovqatning ta'mi va tuzilishini o'rganib, kuchli afzalliklarni namoyon etadi. Nimalarga e'tibor berish kerak? 9 oylik chaqalog'ingizda quyidagi holatlar kuzatilsa, shifokorga murojaat qiling. Yordamsiz barqaror o'tira olmasa, emaklashga, harakatlanishga yoki oyoqlariga tayanishga harakat qilmasa, muloqot va o'yinga qiziqish bildirmasa, o'z ismiga yoki tanish ovozlarga javob bermasa. Ota-onalarga maslahatlar. Xavfsiz mebellar yordamida tik turish va harakatlanishni rag'batlantiring. Taxlanadigan, ichma-ich joylashadigan yoki dumalaydigan o'yinchoqlarni bering. Juda mayda, yumshoq bo'laklarga bo'lingan stol ovqatlarini ko'proq bering. Har kuni kitob o'qing. Chaqalog'ingizga sahifalarni o'zi varaqlashiga ruxsat bering. Kundalik tartib va taskin beruvchi xayrlashuvlar orqali hissiy xavfsizlikni ta'minlang.